Xitoyliklar biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi O'zbekistonga kirib kelib bo'ldi. Aziz do'stlar, hozirgina Xanzhou Toshkent reysidan ro'yxatdan o'tdim. Ya'ni Xitoydan O'zbekistonga bormoqchiman va guvohi bo'ldimki, navbatda turganlarning 90% xitoyliklar ekan. Bu albatta yaxshigina signal, chunki bundan 5 yil, 6 yil oldin o'zbeklar juda ham ko'p bo'lardi, xitoyliklar kam bo'lardi va hozirgi kunga kelib 90% bu xitoylik degani, bu O'zbekistonni xitoylik tadbirkorlar bosyapti degani, to'g'rimi? Va buni zarari haqida juda ham ko'p gapirilyapti. Kelinglar, men buni foydasi haqida ham biroz gapirib o'tmoqchiman. Nimaga? Chunki xitoyliklar biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi O'zbekistonga kirib kelib bo'ldi. Kirib kelyapti degan zamon bilan gapirish juda noto'g'ri. Chunki kirib kelib bo'ldi, bular joylashib bo'ldi. Juda ham ko'p O'zbekistonda, juda ham ko'p joylarda men o'sha xitoycha harflarda ko'rdim men. Xitoycha magazinlarning nomlari, mehmonxonalar nomlari xitoycha hieroglifda turibdi. Kirib bo'lishgan. Hop, endi bu zararmi? Zarar. Lekin biz qo'limizdan keladigan narsa nima? Bizni qo'limizdan keladigan narsa bular bilan endi qanday qilib raqobat qilish emas, qanday qilib bular bilan birgalikda ulardan nimalardir o'rganib, keyinchalik ularni chiqib ketish uchun kuch yig'ish, ularni chiqarib yuborish uchun kuch yig'ish bo'lishi mumkin.